Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qadirli savaqdaşlar, biz bugün bilim xumarlar darsxonasi tarafidan o'rlashtirilgan balalar iman darsimizni boshlaymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bugün bizim söz aydıgan dersimiz birinci ders Allah'ını tanış. Biz bu iman dersimizden bizni yaratgan Rabbimiz bo'lgan Allah'ını tanış bilen başlayımız. Ders başlaştığım burun men sizlerden bir qancha savol so'rab baqay. Bizni kim yarattı? Dünyani kim yarattı? Tağlarını, denizlarını, ormanlarını kim yarattı? Daraxtlarını, güzel gül çiçeklerini kim yarattı? Her türlü hayvanlarını, ularını kim yarattı? Doğru, hemminla Allah yarattı deb cevap verisizlar. Hemmimiz bizni Allah'ın yaratganligini bilemiz. Ama bizni ve alemdeki bütün mahlukatlarını Allah'ın yaratganligini qandaq bildinglar? Belki ata-onanglardan yoki ustozlaringlardan bilgan bo'lishinglar mumkin. Biz bugungi darsimizda aqlimiz bilan tafakkur qilish orqali faqat Allohning yaratish qodir zot ekanligini bilib baqaylik. Dunyoda har turli insonlar bor. Bir ko'chada ketayotgan insonlarga qarab baqsaq, ularning taqturqi, chiroylari farqli bo'lmay, balki e'tiqodi, qilayotgan ishlari, mangan yo'llari, nishonlari bir-biridan farqlanadi. Bularning ichida ba'zi insonlar bor, bizga o'xshash Allohga ishonadigan, Allohga ibodat qiladigan kishilar. Yana ba'zi insonlar bor, o'zlari toshlardan tömürden yasıvagan but heykellerge çokunadigan aşındaq butperest insanlar. Yeni bazı insanlar var, otku çokunadigan ateşperest kişiler. Yeni bazılar var, Allah yaratgan böre, kılığa okşaş, müşündaq hayvanlarga çokunadigan, Allah bergen aqlini joyida işletenmeydigan, müşündaq ahmaq kişiler. Bulardan başqa her türlü kişiler var. Mesela Yahudiler var, Hristiyanlar var ve her xil aqlimiz almaydigan, her xil dinlarga e'tiqod qilgan insonlar var. Hattoki Xitoylarga o'xshash hech qanday bir yaratquchiga ishonmaydigan atizmchi insonlar var. Bularning hammasi, yani biz musulmonlardan boshqa hammasi Allohni taniyolmay qolgan, Allohning yo'lidan ezib ketgan shunday bechora kishilar. Endi Alloh bularni shunday yaratib qo'yganmi? Shunday kafir holatda yashaydigan qilib yaratib qo'yganmi? Yo'q, hargiz unday emas. Balki Alloh har bir insonga o'zini tunish uchun hidoyat yo'lini ochib etgan. Tövende biz Allah'ın her bir insanga özünü tanış için bergen hidayetini görüp bakaylı. Birinci hidayet yaratılış fitrati. Yani bu nim degen gap desanglar, her bir insan Allah'ını tanıgan halatda yaratılgan deganlik. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anhu'da rivayet kılınan bir hadiste bundaq deydi. Her bir tug'ilg'ichi Allohni tunish fitrati ustiga tug'ilgandir. Ata-onasi uni ya Yahudi qiladi, ya Nasara qiladi, yoki Majusi qiladi. Bu hadisdan bilamizki, har bir bu vaqt tug'ilgan chaqda Allohni taniydi. Keyin ata-onasi bu vaqtni tarbiyalash jarayonida ya Yahudi qilib qo'ydi, ya Nasara qilib qo'ydi. Elhamdülillah hemimiz Müslüman ata-onanın balları.
ata-onamiz bizni musulmon holatda tarbiyalab, Allohni tunutib, bizni cho'ng qilib. Biz bundan o'zimizni nihoyat baxtli his qilsak bo'ldi. Allah Taala Rum surəsinin 30-oyatida mundaq deyir. Bismillahirrahmanirrahim. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Tərcümesi: Batıl dinlərdən burulub İslam diniga yüzləngan. Allahның diniga geçkinki Allah sizlarni şu fitrat bilan yaratgan. Allahның yaratqanında özgürüş bo'lmaydi. Bu to'g'ri dindir, lekin insonlarning to'lisi bilmaydi. Bu oyatda Allah Taala batıl dinlərdən burulub İslam diniga yüzləngan. Allahның diniga geçkinki Allah insonlarni shu fitrat bilan yaratgan deb atadi. O'ylab boqaylik, agar Alloh taolo butun insonlarni shundoq Allohni tunuydigan qilib yaratmagan bo'lsa, kofir oilasida tug'ilgan bir bovoq keyin ma'lum bir sabablar bilan musulmon bo'la olamdi, hargiz musulmon bo'la olmaydi. Agar Alloh taolo musulmonning bolasini musulmon, kofirning bolasini kofir qilib yaratadigan bo'lsa, kofirni İslam dinimizga da'vat qilib ularni dinimizga chaqirishning bir ahamiyati bo'lamdi? Hargiz bo'lmaydi. Ya'ni Alloh taolo butun insonlarga haq yo'lni yoki bo'lmasa botil yo'lni tanlashniki huquqini berdi. Ya'ni xohlagan kishi musulmon bo'lsin, xohlagan kishi kofir bo'lsin deb Alloh taolo bizga ixtiyorlikni berdi. Endi men sizlarga bir hikoya so'zlab beray. Bu hikoya har qanday bir insonning qalbida Allohni tunish hissiyatining bog'lig'ini sening his qila olishingga yordam berdi. Mening so'zlamoqchi bo'lgan hikoyam Mening Go'zal dinim nomli kitobdagi ishindikanman, ammo xabarsiz yuribdiman temidagi hikoya. Men bu hikoyani o'zimdan to'liq aylantirib qisqa so'zlab beray. Hammasini o'qisam jiq vaqt ketgandek. Agar o'qishni xohlasanglar, shu kitobni ochib o'qib olsanglar bo'ldi. 20 yoshlarga kirmagan bir yosh yigit bor ekan. Bu yigit Haruniyadagi bir mashhur arshonga qarab ketib o'tibdi. O yigit bilan birlikda minibusda bir qancha oila kishilari bor ekan. Minibus tar egri-bugri tog' yo'lida ketib o'tibdi. Yosh yigit shu tog'ning go'zal manzarasidan huzurlangach ketib o'tib, tek qiya toshning ustida o'sgan bir to'p orcha daraxtini ko'rib qoldi. Va mundaq debdi: Subhanalloh, o orcha daraxtiga bir qarag'ancha, ushluq bir qiya toshning ustida yildiz tortib o'sibdi. Aslida bir siqqan to'pimi yo'q ekan, debdi. Bu gapni anglagan bir mo'yizbit kishi mundaq debdi: Buning ayron qog'idek nimasi bor? Bu yerda bundaq daraxtlar ko'p, debdi. Yosh yigit: Nimish qayron qolmoqdekman? Allohning qudratiga bir qarasangiz-chi. Tek bir qiya toshdan cho'qqisida büyük paraqsan va chiroyli bir orcha daraxtni yashartibdi, debdi. Mo'yizbit kishi: Voy, buning Alloh va uning qudrati bilan nima munosabati bor, debdi. Yosh yigit: Ne munosabati bo'lmasin, ma'qul, ammo boshqacha bo'lsa qanday bo'ladi? O orcha daraxtini eng mumkin bo'lmaydigan yerda yashatgan kim, debdi. Mo'yizbit kishi: Hech kim, bolamoy, nima ishqa chuqur bir bu daraxtni yashatish kerak ekan? Bular hammasi qaloq ibtidoiy ko'z qarash, debdi. Yosh yigit: Ammo Alloh u orcha daraxtini u yerda yashatib bermasa,
Kim qildi bu ishni? Debdi. Mo'yis kishi. Masalan, mundaq o'ylab baq. Bir qush og'zida bir archa urug'chisini tishlab, uchib ketib etib, dal mushu qiyo toshning ustiga kelganda, og'zidagi urug'chi tushib ketdi. Tushib ketgan archa urug'i qiyo toshning bir puchuq tarafi to'xtab qolib, u yerdagi to'pida yiltiz tatdi. Keyin qiyoning ostiga kirgan yiltizi bilan mushundaq ko'klab yashirib chiqdi. Debdi. Yosh yigit. Ahvol sizning deganingiz kerak bo'lgan taqdirdimi, mushlarning hammasini yaratgan bir yaratquchi yo'qmi? Mo'yis kishi. Albatta yo'q. Yaratquchi degan gap kishini hozirgi zamonda bek ayib. Yosh yigit. Yeshingiz buncha cho'ng turib, bu gap qandaqlarcha og'zingizdan chiqib qoldi? Men sizga bu haqda nurg'un misol so'zlab bera olaman, debdi. Bular mushundaq talash-tashishga tushib ketibdi. Mushu vaqtda shoför minibusning suratini tezitishga boshlabdi. Hammaylar minibusning chaqlaridan uchib tushgan toshlarni ko'rib jim bo'ldi. Shoför asta aqqa qarab, "Turmuzni chatoq chiqqandek qildim", debdi. Bu gapni anglab hammaylar qo'rqib yig'lashga boshlabdi. Ba'zi kishilar kalima shahodat o'qibdi. Ba'zilari bismillah, bismillah debdi. Ba'zilari Allah, Allah deb yig'lab, yolvorib duo qildi. Allah ishonmaydiganligini aytgan heliqi mo'yis odam bo'lsa, hammani unutib, Allohim bizni qutqizgin, Allohim deb to'xtamasdan duo qildi. Birdamdan keyin shoför minibusning suratini ostiltib, mashinasini yo'lning bir yoqasida to'xtatibdi. Yo'lovchilar aldirab mashinadan tushib so'zlab ketibdi. "Voy, zodi nimish bo'ldi? Turimiz buzilib qoldi deb aytding-ku. Qo'rqib yuragimiz yerilib ketay dedi. Chaqchaq qilganmi yo bo'lmasa?" deb ketibdi. Shoför heliqi mo'yis kishining yoniga berib, "Xijili bo'lsam-mamdu Allah yo'q degili. Bayotin yo'q deding. Keyin turmuzni chatoq chiqqanligini anglabla, hammalardan avval Allah, Allah deb to'luding. Sen aytgandek Allah yo'q bo'lsa, nimish qo'ningga duo qilib yordam tilaysan?" dedi. Ondan shoför kishilarga qarab, "Xafa asli turmuz buzilib qolmagan. Men talash tortishinglarni anglab, mau odamga bir saboq berib qo'yay deb shunday qilgan", debdi. Mo'yis kishi yuzi qizarib turib qopdi. Keyin ular arshonga yetib borgandan keyin heliqi mo'yis kishi yosh yigitning yoniga kelib, "O'g'lim, sendan afv so'rayman. Mushuncha yildan buyon ishonmayman deb o'ylab kelayotgan Allohga asli ishondikanman. Shundoq ishondikanman. Lekin xabarim yo'qkan. Buni his qilishimga sen sababchi bo'lding", debdi. Ondan shoförga, "Shoför apandim, sizga ko'p rahmat. Menga iymonimni his qildirgan bir fursat berdingiz", debdi. Bu hikoyadan bilib olamizki, ba'zi insonlar, mushu mo'yis kishiga o'xshash ba'zi insonlar qayrig'icha yashab Allohni toniyamaydi. Ammo aslida uning qalbida Allohga bo'lgan ishonish tuyg'usi bor-di. Ammo unicho o tuyg'uni his qilolmagan. Allah mushu mo'yis kishidek Allah yaratgan fitrat bilan Allohni taniyamagan kishilarga o'zini tuntish uchun sezgi a'zolarni berish bilan hidoyat qilgan. Endi bizning o'rganganimiz Allohning insonlarga bergan ikkinchi hidoyati, sezgi hidoyati. Allah Taala har bir insonga ko'z, quloq, burun, teri, tildan iborat 5 sezgi a'zoni yaratgan. Ko'zimizni mushu haqiqatni ko'rsin deb yaratgan. Endi biz zaminga qarab boqaylik. Allah dal daraxtlarni, tog'larni, qaranglar nimadan go'zal yaratgan. Her bir daraxt, her bir giyoh qarsanglar hech bir-birisiga o'xshamaydi.
Hatto bir tip daraxtning ustida o'sgan har bir tal yupurmoqning shaklimi bir-birisiga o'xshamaydi. Mana to'z qarab yiqinglar, nima degan go'zal. Tabiatning ranglariga qarab yiqinglar. Qizil, yeshil, seriq, hamma rang bor. Allah bu dunyoni shunchalik mukammal, shunchalik go'zal yaratgan. Bu beliq qarab yiqinglar. Bu beliq mush dunyodagi millionlagan beliq turlarining ichidagi bir tal beliq. Bu beliqningki tuzilishiga, rangiga qarab baqsaq, Allohning nurg'un hikmatini, qudratlarini his qila olamiz. Allah Taala ko'zimizni mana shundoq Allah yaratgan har bir maxluqotga qarash bilan tafakkur qilib, meni tunib olsin deb mush ko'zimizni yaratgan. Endi quluqimizga kelaylik. Allah'ның quluqimizni yaratish hikmeti nima? Quluqimiz ovozlarni anglash uchun yaratilgan. Endi tabiat dunyosiga qarasak, har bir tabiat hodislarining ovozlari bir-biriga o'xshamaydi. Masalan, suvning ovozi, shamolning ovozi, yomg'ir yoqqandagi ovoz, chaqmoq chaqqandagi ovoz degandek har bir tabiat hodisasining ovozi o'xshamaydi. Tabiat dünyasida ba'zi ovozlar bor, bizga qo'rqinch his qildiradigan. Masalan, chaqmoq chaqqandagi ovoz degandek. Bu xil ovozni anglagan chog'imizda biz Allohning g'azabini, Allohning qudratini biz eslaymiz. Yana ba'zi ovozlar bor, masalan, suvning ovoziga o'xshash, bizga nihoyatda huzur beradigan ovozlar. Dengiz bo'yida o'tirib yiqinglar, dengizningki shovqinlarining ovozlaridan biz huzur olamiz. Yani mushundoq bizga huzur beradigan ovozlarni anglagan vaqtimiz uchun biz Alloh taologa hamd etmay tura olmaymiz. İnsanlarning ovoziga qarab yiqinglar. Masalan, biz bir xil til so'zlaydigan Uyg'urlar misol qilib boqaylik. Bir-birimizning ovozlari o'xshamdi. Hech kimning ovozi hech kimnikiga o'xshamaydi. Bir ko'z ko'rmaydigan bir amo kishi bir insonni ko'misimi uning ovozidan toniy oladi. Hatta mang'andagi oyoq tevishidimi toniy oladi. Hayvonlar qarasanglar, hayvonlarning ovozi bir-biridan farqli. Mana anglab boqaylik hayvonlarning ovozlarini.
Subhanallah. Biz 18 xil hayvanning ovozini anglab chiqdik shukurdan. Har birisininki ovoz bir-biriga o'xshamaydi. Hammasining ovozi o'zgacha. Shundaqmi? Yine bu 18 turli hayvandan başqa necha million turli hayvanlar bor. Hammasining ovozi shunda bir-biriga o'xshamaydi. Endi o'ylab boqaylik. Mushundaq har bir yaratgan mahluqotlarni mana o'xshamagan ovoz bilan yaratalaydigan bu bizning ilohimiz qanchalik qudratli. Qanchalik qudratli. Elqi o'zimi ovoz chiqarish qadri bo'lmaydigan butlar qarab yaqinlar. Ular o'zimi ovoz chiqaramaydigan holatda mushundaq har xil ovozdan chiqara oladigan jonliqon yaratish qadri bo'la olamdi? Hargizmi qadri bo'lmaydi. Shundaqmi? Allah Taala yine bizning bu qulluqimizni mushundaq har xil ovozlarni anglasin, shuning bilan tafakkur qilsin va bu quloq bilanchu vaz nasihatlarni anglasin, ota-onasining gapini anglasin deb bizga bu quloqni yaratgan. Endi bu mevaga qarab yaqinlar. Her türlük meyveler var ekan. Bu meyvelerge qarasanglar, ranglari har xil. Shundaqmi? Şekilleri her xil, bir-biriga o'xshamaydi. Amjiga vaqtimizda chiqadigan ovozmi o'xshamda o'xshamaydi. Masalan, men olma yeyotgan bo'lsam, telefonni paranglashib olma yeyotgan bo'lsam, telefonni qarashtirib, mening chiqqan ovozga qarab olma yeyotamsiz deb so'rash mumkin. Ya'ni bu ovozmi o'xshamaydi. Endi yeb boqaylik. Ta'mi o'xshamdi, hargiz o'xshamaydi. Ta'mi har xil, har yangi. Purab boqaylik, puruq o'xshamdi, puruqim o'xshamaydi. Tutib boqaylik, teri sezgimiz bilan tutib boqaylik. Bu mevlarniki yumshoq qattiqligi o'xshamaydi, siliq yirikligi o'xshamaydi. Ba'zilari siliq, ba'zilari tuklik hatto. Ya'ni Alloh mana shunda har turli qilib yaratgan. Ya'ni shu mevlarga qarabla Allah'ның bizga bergan ko'z, quloq, burun, teri, tildan iborat 5 xil sezgi a'zosini ishlataylik ekanmiz. Endi bundan biz nimalarni his qilamiz? Mushundaq har turlik mevani, har xil rangda, har xil ta'mda, har xil puroqda mushundaq yaratgan Alloh qanchalik qudratli. Qanchalik qudratli o'ylab boqaylik. Endi mushundaq shu mevalarni hech qanday sezgisi bo'lmagan. Masalan, butlarning sezgisi bormi? Sezgisi yo'q. Ular so'zlayolmaydi, anglayolmaydi, hech nimani tutolmaydi. Hatto ustiga bir tal chivin qo'nsa, shuni qo'rishqimi, uning qurbati yetmaydi. Hech qanday bir sezgisi yo'q, bir narsani puriyolmaydi. Mushundaq bir sezgisi bo'lmagan bir tosh haykal. Haykalni deb boqaylik. Mushundaq har turli mevlarni yaratish qadri bo'lish mumkinmi? Hargiz mumkin emas. Endi Alloh taolo bizning shu sezgilarimizni bilib qolmasdan, ya'ni o'zini tonish uchun har bir insonga aqlni bergan. Endi Alloh taoloning butun insonlarga bergan 3-hidoyati nima ekan? Aql hidoyati. Avval men sizlarga bir hikoya o'qib beray. Bu hikoya Abu Hanifaning hikoyasi. Bu hikoyami Mening Go'zal Dunyom nomli kitobda yozilgan hikoya. Diqqat qilib anglanglar. Abu Hanifaning javobi. Musulmonlarning cho'ng olimlaridan Imom Azam Abu Hanifa Bag'dodda yashaydi. O yerda nurg'un o'quvchilar bilgan bo'lib, hamma kishining ishonchisi va hurmatiga sazovor bo'lgan edi. Yana shu kunlarda imonsiz bir olimmi iloh yo'q deb gap tarqitib, borganligi yerida ilm ahli kishilar bilan Allohning borligi haqida munozirlashib yuradi. Bu imonsiz olim kishi Imom Abu Hanifaning tanqini olgan edi. Uning bilan munozirlashish uchun Bag'dodga bordi. Abu Hanifa'ni tepib munozirlashga boshladi. Abu Hanifa uning ko'z qarashiga darhol javob bermadi. Ata mushu yerda mushundaq bir chog'da ko'rishsak qandoq? Javobimni shu chog'da bersam, dedi. Atsi Abu Hanifa ko'rishishga va'dalashgan yerga dal vaqtida kelmadi.
dinsiz olim zerikkan edi. Saqlashdan voz kechib ketay deb turganda Abu Hanifa keldi. Dinsiz olim Abu Hanifaga: "Nimishqa kechikding? Men bilan munozirlashishdan qo'rqyapsan ya?" dedi. Abu Hanifa: "Ya qo'rqmadim, lekin Bag'dodning o'rtasidan eqib o'tib, shaharni ikkiga bo'ladigan Dajla daryosini, mening uyimning daryoning u tarafida ekanligini sen bilasan. Tunigan oqshomgacha daryodagi ko'rikni bo'ron uchirib buzib o'tibdi ekan. Ko'rikdan o'tamadim-da, darhol hech qanday binokor qurilishchi usta yo'q ahvolda ko'rikning o'zidan tez paydo bo'lishini orzu qildim. U yerdagi toshlarga, dal-daraxtlarga: 'Hey toshlar, hey dal-daraxtlar, tezdan menga bir ko'rik bulinglar' deb buyruq qildim. Deganimdek bo'ldi, ammo bir oz vaqt ketdi. Men u ko'rikdan o'tib keldim. Kechikkan bo'lsam-mu, mana amdila yetib kelaladim" dedi. Dinsiz olim qaqaqlab kulib: "Hey xaloyiq, mushu muslarning eng bilimli olimlar. Ha ha ha. Binokor yo'q, qurilishchisi yo'q bir ko'rik, qandoqmi bir og'iz gap bilan o'zidan borliq kelsin. Buning ishinish ahmoqlik, devanglik emasmi? Ha ha ha" dedi. Bu Abu Hanifa darhol javob berib: "Ey aqlsiz odam, bir ko'rikni o'zidan paydo bo'lmaydi deyapsan u. Bu buyuk koinot qandoqsiga o'zidan tasoddifiy paydo bo'lib qolgan?" Dinsiz olim bunga javob bermadi. "Buningga ma'qul, gap yo'q. Nochi bo'lsang Allohni ko'rsat, iymon etayli" dedi. Abu Hanifa qo'liga bir piyola sutni olib: "Qani deb baqa. Sayriq moy nimadan pishiqlab ishinadi?" "Nimadan bo'ladi? Albatta sutdan-da. Undaq bo'lsa, bu sutning ichidagi mayni ko'rsatamsan?" "Uning ichida may tarkibi albatta bor, lekin ko'z ko'rinmaydi. Chunki may sutning tarkibiga aralashib ketgan. Muqim bir yerda yig'ilib turmagan, shuni ko'rolmaymiz." "Buning ichidagi mayning borligiga, lekin ko'rgili bo'lmaydiganligiga ishongansan u. Allohning bor turuqliq, bizning uni ko'rolmaydiganligimizga nima ishonmaysan?" Buni anglagan dinsiz olim o'zining xato qilganligini tunib yetdi. Bu dunyoning bir yaratquchisining borligini va uni ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydiganligini tushundi. Ilgirki fikrdan voz kechib afu so'radi. Allohning borligi va birligiga iymon etdi. Bu hikoyadagi iymonsiz olimga o'xshash ba'zi insonlar Allohni ko'mganlikdan ishonmaydi. Va nima deydi desanglar, bu dunyo o'zidan paydo bo'lib qolgan. Balki tuvan darajadan yuqori daraja taraqqiy qilib, hozirgidek holatga kelib qolgan deydi. Hatto ba'zilar insonlar maymundan taraqqiy qilib hozirgidek bo'lgan deydiganlar bor. Biz bunday ko'z qarashli insonlarga aqliy tafakkurimizni yurgizish orqali bir hadiya qo'yib boqaylik. Avval biz Allohni ko'may turib ishonmaydiganlarga bir hadiya qo'yib boqaylik. Abu Hanifaning deganiga o'xshash insonlar sutning tarkibida yog'ning borligini biladi. Ammo yog'ni ko'may turib, yog'ning borligiga ishonadi. Yana undan boshqa masalan toksinlarni qarasanglar, buning toksinning ichida tokning borligiga ishonamiz. Ammo tokni ko'ra olamizmi? Ko'ra olmaymiz. Ya'ni tokning borligiga ishonamiz. Bundan boshqa bugungi kundagi koronavirusni qaranglar. Masalan bir odamni koronavirus bo'lib qopti deb doktorlar bir diagnoz qo'ygan bo'lsa, bu insondagi kasallik alomatlari qarab turib biz virus bilan yuqilib qolganligiga ishonamiz. Ammo yo'q, men bu koronavirusni ko'rmadim, sen korona emas deb tura olamizmi? Hargiz unaqa emas. Chunki biz bu virusniki ko'z bilan ko'rinmaydigan darajada kichik ekanligini ko'rolmaydiganligimizni bilamiz. Lekin u odamning kasallik alomatiga qarab, doktorning gapiga qarab virus bilan yuqilganligiga ishonamiz.
Onun başqa bir xabarda ma'lum bir shahar to'g'riliq bir xabarni ko'rdinglar. Lekin o shaharni sizlar ko'rib baxmadinglar. Xabarda dediki, Paloniyada mundaq bir shahar bor, nihoyatda go'zal. O shaharda mundaq ko'rik bor, mundaq narsalar bor deb sizlar so'zlab bergan bo'lsa, sizlar shu xabarga qarab turib, shu yer sharida shundoq bir shaharning borligiga ishonamsizlar? Albatta ishonamiz, shundaqmi? Hargizmi, yo'q, men o shaharni ko'rib baxmagan, sening gaping yolg'on deb tura olmaymiz. Ya'ni insonlar yuqorida misol keltirganimizga o'xshash nurg'un narsani ko'rmay turib ishonadi. Abu Hanifa yuqorgi hikoyada bir ko'rikni misol keltirdi. Biz kichik bir do'rini misol keltirib boqaylik. Men sizlarga mushu dura o'zigidan paydo bo'lib qolgan desam, sizlar ishonamsizlar? Hargiz ishonmaysizlar. Shundaqmi? Balki biz bilamizki, bir do'rini mushundaq necha yillarcha dorigarlik kasbida qolgan yoki bo'lmasa bir ximiya kasbida qolgan bir olim uzun vaqt tadqiqot qilish orqali mushu dorining tarkibidagi har bir narsani aniqlab, milligram bo'yicha hisoblab, o'lchab, shunday qilib bir dorini yasagan deb hammamiz shunday deb qaraymiz. Endi birisi kelib sizlarga bir tajribaxona bor ekan, tajribaxonada, probriklarda, qutilarda har xil shunday dorilar bor ekan. Bir bo'ron kelib, bu tajribaxonadagi qutilarni, probriklarning hammasini o'rib o'tibdi. Shuning bilan bu dorilar, ya'ni bir-birisi bilan to'kilib, dorilar to'kilib bir-birisiga aralashib, shunday boya ko'rganimizga o'xshash bundaq dorilar shakllanib qolibdi. Bu dora paloni kasalga bek foyda qiladi ekan desa, sizlar ishonamsizlar? Hargiz ishonmaysizlar. Shundaqmi? Ya'ni biz mushunda kichik bir dorningmi o'zgidan paydo bo'lib qolmaganligini, balki uni yasaydigan nihoyatda usta birining borligiga ishonamiz. Endi mushu buyuk bir olamga qarab boqaylik. Qaranglar, bu biz yashayotgan yer shari, bu yer sharining atrofida nurg'un yulduzlar bor. Bular nihoyatda cho'ng. Mishindaq bir cho'ng dunyoni o'zligidan paydo bo'lib qolgan desa, aqlga sig'amdi? Yo'q, hargizmi aqlimizga sig'maydi. Bu quyosh atrofida aylanadigan quyosh sistemidagi yulduzlar. Bular qarab boqaylik. Bu yulduzlarning hammasi bizning yashayotgan yer sharining bir yulduz. Bularning hammasi o'zining o'qida aylanadi, o'z atrofida, hamda ma'u quyoshning atrofida hammasi aylanadi. Bularning aylanish vaqti, ya'ni davri har vaqt, masalan, bir qatim aylanish uchun ketgan vaqt bilan ikkinchi qatim aylanish uchun ketgan vaqt bir-biriga tamoman o'xshaydi. 1 minut ayzig'imizga ketmaydi. Hamda bular aylanadigan yo'l qarab beqinglar. Shu yo'lni Alloh taolo belgilab bergan yo'ldan 1 santim ayzig'imizga ketmagan holatda mushu bo'yicha aylanadi. Yana mushu buyuk yulduzlarningki mushundaq intizom bilan aylanganligiga qarab, ya'ni vaqtiga, yo'liga shunchalik amal qilgan holatda aylanganligiga qarab nimani bilamiz? Ya'ni bu koinotni yaratgan nihoyatda qudratli bir Allohning borligiga, ham bu Allohning har vaqt bütün narsani boshqarib, kontrol qilganligiga biz ishonamiz. Shundaymi? Endi mavzuat zavod qarab beqinglar. Bir kelib bizga bu zavod o'zligidan harakat qiladi. O'zligidan bir narsani ishlab chiqaradi desa, biz ishonamizmi, ishonmaymiz. Balki bu zavodni boshqarayotgan bir kishi bor. Hech bo'lmasa bir knopkani besib bo'lsin boshqarilgan bir inson bor. Bo'lmasa bu zavod hargiz o'zidan ishlamaydi deb bilamiz. Bu resimdikisi bir mashina adam. Bu mashina adamni kim yaratgan? Odamlar yasagan. Shundaqmi, insonlar yasab chiqqan. Bu mashina adamni yasab chiqqan inson qanday bo'lishi mumkin? Hammamiz bilamizki, bu mashina adamni nihoyatda bilimli, nihoyatda aqlli bir kishi yasab chiqqan deb bilamiz. Endi bu mashina adam aqlliqmi? Buni yasagan inson aqlliqmi? Albatta buni yasagan inson aqlli. Shundaqmi? Ya'ni bu mashina adamga bu inson qanday programmani qachilgan bo'lsa, bu mashina adam uni to'g'ri bilmaydi.
Yani bu maşinadamdaki nurgun yetersizlikleri var. Yenmeydi, nefes alamaydı, içemaydı. Adam nemin kaçılgan boşunu bildi. Yani adam kontrol kılgan halatda hareket kılalaydı. Özgüden hiç kandak bir işini kılamaydı. Yani bunundan bilimiz bir nesini yaratqıcı, yaratqan nersinden köp derecede kudretlik. İnsanınki meni tuzilişi qarab baqayli, maşinadan bilan siriştirish qat'iy mumkin emas. İnsanning mengisi nihoyatda taraqqiy qilgan, sig'imchanligi nihoyatda yuqori. Biz tasavvur qilgusiz darajada nurg'un roli bor bir mengi. Bu mengini faqat Allohlam shundoq yarata oladi. Ma'budlar yarata olam deya. Bu but yarata olish mumkinmi? Hargiz mumkin emas. Bu butqa maslanga bir kichik boladan birisi kelib, birini o'qib qo'ysa, o'zini qo'g'day olamdi. Hatto kichik boladan o'zini qo'g'day olmaydi. Yemaydi, icholmaydi, harakat qilolmaydi, anglayolmaydi, so'zlayolmaydi, hech qanday narsani ko'rolmaydi. Ona bir foyda manfaat yetkazolmaydi. Boshqalar duo qilsa uni javob qilish mumkinmi? U duoni anglab ko'rishi mumkin emas buniki. Yani bu butninki bir narsa yaratilishi aslo mumkin emas. Bu kalıcı, bu kalımı şundaq, bu kalı ya so'zlayolmaydi. Faqat qildigan ishini o't yeydi, sut chiqaralaydi. Bu kalının qo'lidan yaratishning kelishi aslo mumkin emas. Bu o'tchi o'tni iloh tavaqallarga deb baqayli, bu o'tning bir narsa yaratilishi mumkinmi? Yo'q, balki bu Alloh yaratgan narsani kuydirib, kulga aylantirib o'tadi. Allah Taala A'raf surasininki 179 oyatida mundaq deydi. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Tercümesi: Şek şübhesiz ki cin ve insanlardan nurgullarını dozaqqa yaqılıq buluş üçün yarattık. Ular dinleri boğunu bilenmi o arqılıq haqını düşünmeydi. Ular közleri boğan bilenmi o arqılıq Allah'ın kudretinin delillerini körmeydi. Ular kulakları boğunu bilenmi o arqılıq Allah'ın ayetlerini ibret ilip tanışmaydı. Ular goya hayvan qoqşaydı. Hayvandan mı better gumrahtır. Ana shular g'ofildir. Biz yuqorqi misollardan ham bu oyatdan bildikki, bu dunyoni yaratgan nihoyatda qudratli bir zot. Endi bu zotning ismining Alloh ekanligini, Allohning sifatlarini biz qanday bilamiz? Alloh taolo buni bizga payg'ambarlar hidoyat orqali yetkazgan. Yani Allah'ın insanlığa bergen 4. hidayeti, peygamberler hidayeti. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlap, en ahirki peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelgece Allah Teala nurun peygamberlerine vetken. Bu peygamberlerin hemmisi insanlığa Allah'ını tanıtış, Allah'ın birligini bildiriş, Allah'tan başqa narsaga iborat qilmaslik haqida insonlarga vaz nasihat bilan kelgan. Ya'ni bu payg'ambarlarning hammasining insonlarga da'vat qilgan da'vati o'xshash. Oxirgacha hamma payg'ambarlar da'vat qildiki, Alloh bir, Allohga iborat qilinglar, Allohga bir narsani sherik keltirmanglar. Allohning buyruqlariga itoat qilinglar. Allah'ın to'sqinlaridan yeninglar. Shunday deyotdi. Yana Alloh taolo bu payg'ambarlarning ba'zilariga kitoblarni tushirgan.
Bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo Qur'on Karimni tushirdi. Bu Qur'on Karimda ya'ni Allohning butun koinotni yaratganligi hamda Allohning butun sifatlari bu Qur'on Karimda aniq yozilgan. Biz mushu payg'ambarlarning so'zlari bilan va bizga tushirilgan Qur'on Karim bilan biz Allohni tanıymiz. Xulosasiga kelsak, Alloh taolo butun insonlarning o'zini yaratgan Rabbini tunish uchun 4 xil hidoyatni berdi. Birinchisi, yaratilishida Allohni taniydigan qilib yaratdi. Ikkinchisi, sezgi a'zolarimizni bejirim qilib berdi. Uchinchisi, bizga tafakkur qilishimiz uchun aqlni berdi. To'rtinchisi, yine bu sezgi a'zolarimiz va aqlimiz bilan Allohni taniyamagan vaqtimiz uchun Alloh taolo bizni ogohlantirish uchun payg'ambarlarni avatdi. Ve bu payg'ambarlar uchun kitoblarni nozil qildi. Bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ulug' Qur'on Karimni nozil qildi. Biz mushu 4 yo'l bilan Allohning bizni va butun koinotni yaratganligini bilalaymiz. Shuning uchun biz Allah yaratgan a'zolarimizdan, aqlimizdan foydalanib, Allohning yer yuzidagi yaratgan mahluqotlar ustida tafakkur qilib, payg'ambarimizning mangan yo'li, Qur'on Karimning ko'rsatmasini o'rganishga tirishib, Allohning birdan-bir yaratuvchi ekanligini tunishimiz kerak. Bugungi darsimiz oxirlashdi va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.